İçimizde seni o dünya bu dünya kechirmayman deyturganlar ham bor. Mana bu videoni qo'ying-da, darhol so'zingizni qaytib olasiz. Yoqsa like, yoqmasa shart emas. 20-yil ana Covid-19 O'zbekistonga kirib kelib tarqagan paytda men o'zim o'sha Covid ichida ishlayotgan turgan paytimda shunday bitta voqeaga duch keldim. Bir inson ko'zimda oldida o'lyapti. Ya'ni bizni qarayib turgan bemor ichida o'lyapti. 4 tomondan kislorod tortib qo'yganmiz. 4 ta kislorod. Bittasi kamaysa ham saturatsiya pastga tushib boryapti. O'sha 4 tani o'zida ham 60-70 atrofida turibdi. Zo'rg'a, xuddi suvdan chiqqan baliqqa o'xshab, shunaqa qilib nafas olyapti bechora. Endi men kechki paytlar bo'lib qoldi, sement topshiradigan paytim bo'lib qoldi-da, o'sha paytda gapiryapman. Aka, kechirmagan insoningiz bormi? Desa, zo'rg'a mana shunaqa qilyapti. Mana shuni kechiring iltimos. Chin dildan kechirib yuboring, bugun Alloh uchun kechirib yuboring dedimda, hech qancha vaqt o'tmadi-yu, men ketdim nimaga? Smentni topshirdim-ku, ketdim. Keyin kelgan ertangi kuni kelyapman. Kechqurun mana nima bo'ldi ekan? Hayolimda endi to'g'risi, gapirasiz, shayton nimaga olib boryapti-ki, u o'lib qolgan bo'lsa kerak ham deb o'yladim. Chunki ahvoli krayni og'ir. Erta bilan kesam, qaysi ko'z bilan ko'rayki, 4 ta kisloroddan 2 tasini olib qo'ygan. To'g'ri, dori-darmonlar ham qilingan. Haligi odam meni ko'rib oq ko'zlaridan yosh, doktor, kecha siz kechiring dedingiz, men kechiruvdim. Amakisini o'g'li bilan amakivachasi bilan yer talashib, sen menga borib, haligi yuz ko'rmas bo'lib ketishgan ekan. Chin dildan kechiruvdim. Kechqurun 10 da o'sha bolani o'zi kechirgan keldi, uni chaqirganim yo'q. O'zi keldi kechqurun unga menga ko'rgani deyapti. Haligini kechirgandan keyin shunaqa yengillashdim, shunaqa zo'r bo'ldim. Ertalabki ahvolimni ko'ring, mana shunaqa ahvoldaman deyapti. Tushunyapsizmi?